Bu uyimizning egasi uy qurishmi keladi deb o'ylagandim, lekin mahsulotlarni ko'rib chiqdim. O'zlari uchun qurishgan ekan, lekin yaxshi sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Uyimizning manziliga keladigan bo'lsak, Yoshlik 2-Truba ko'chadan yo'l yuziga 600 metr yaqinida joylashgan mana shu 4 sotuvli hovlimiz endi sotuvda. Oldi tomonlarda alohida archalar ekib qo'yishdi, chiroyli огородlari ham bor. Avtomashina kirishidan umuman muammo yo'q. Darvozaxonamiz ham kengina, mana shu joydan kirib boramiz uyimizga. Xonalarimiz soni menga juda ham yoqdi. Sababi yetarlicha xona. Oshxona bilan hisobga olsak 5 xona, oshxona hisobga olsak 4 ta yashash xonasi. Bu xonalar qanaqa planirovka qilingan. Eshikdan kirganimizda yo'q, chap tomonimizda kattakon mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin, chiroyli lustralar bilan birga. Undan keyin esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, bu ota-onalarimiz uchun ichida sanuzl bilan birgalikda planirovka qilingan. Mana bu qismimizda esa umumiy hojatxonamiz joylashtirilgan. Oilaviy o'tirish uchun alohida o'zini ayvonlariga ham ega, maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Yashil zonani ham chiroyli qilib qoldirib qo'yishibdi. To'g'risi aytdim, kirganimda birinchi uy qurish uyimikin deb o'ylagandim. Yo'q, o'zlari uchun mo'ljallashgan ekan. Keyingi qoladigan xonamiz kichkina koridorcha orqali kirilganda uy dahliz ko'rinishida 2 xona uyimiz. Bittasini bolalar xonasi qilasiz, bittasini o'zingiz uchun spalni qilasiz. Ichida sanuzli ham bor. Va so'nggi panorama kattakon romlar o'rnatib qo'yilgan xonamiz. Bu oshxona hamda ovqatlanish xonasi uchun mo'ljallangan. Hammasini olib kirib qo'yishgan ekan, tayyor holatda. Va orqa hovlimiz ham mavjud ekan. Orqa hovlimizni ham sizga bitta ko'rsatay. Kengina kattaqina qilib qoldirib qo'yishgan. Bu yerdan ham foydalanishingiz mumkin. Uyimizda kommunal tarmoqlardan elektr hamda suvdan muammo yo'q. Ko'chani boshida gaz bor, agar tortish imkoniyati bo'lsa tortib olsangiz bo'ladi. Lekin hozirda suv bilan elektrdan umuman muammo yo'q. Ko'pchilik bu joyda suv muammo deb o'yladi. 24 soat suv bor. Sanuzllarni ham ichlariga aristonlar o'rnatib qo'yishgan. Qisqa qilib aytganda, tayyor yashaydigan holatda. Uyimizning hujjatlari joyida, narxi 68 ming dollar, yana ozgina o'tib beradigan joyi ham bor. Egalan telefon nomeri videoni pastda qoldiraman, bog'lanishingiz mumkin.